Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Abdullayev Oltinbek Yangibo'sh, Toshkent davlat agrar universiteti buxgalteriya hisobot kafedrasi professoriman. Bugungi darsimizda quyidagi demak mavzuni demak o'tamiz. Ushbu mavzumiz nomi demak bank balansi va uning tuzilishi. Ushbu mavzu bo'yicha demak quyidagi mavzularni ko'rib o'tamiz. Birinchi savolimiz demak bank balansining mohiyati va uning tuzilishi. İkinci mavzumuz bank operatsiyalari ta'sirida balansda ro'y beradigan o'zgarishlar va ularning tavsifi. Uchinchisi bank balansi banklarning moliyaviy ahvolini o'rganish uchun axborot manbai ekanligi. Hurmatli talabalar, demak birinchi savolga quyidagicha demak javob beramiz. Banklar moliyaviy xo'jalik faoliyatini baholash, unga rahbarlik qilish va boshqarish uchun qancha miqdorda mablag'ga ega, ularning tarkibi va manbalari, joylanishi va ishlatilishi to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishi zarur. Buning uchun albatta bankning balansi tuzilishi lozim. Balans so'zi lotincha so'z bo'lib, uning tarjimasi biz, ikki karra, balans tarozi pallasi, ya'ni tarozdagi ikki pallaning o'zaro tengligi degan ma'noni yoki muvozanat, tenglik ramzini bildiradi. Tarozi muvozanati ramzi sifatida buxgalteriya hisobining xalqaro gerbida ham o'z aksini demak topgan. Bank balansi bu analitik hisobning barcha shaxsiy hisoblarlardagi qoldiq summasini aks ettiradigan buxgalteriya hisobining asosiy hujjatidir. Balansda aks ettirilgan ma'lumotlar tahlili bankning ma'lum davrdagi faoliyatiga baho berish imkonini beradi. Balans asosida bankning likvidlik holati, daromadlik darajasi, rivojlanish istiqbollari to'g'risidagi xulosalarni e'tirof etadi. Balans bankning o'z mablag'lari, jalb etilgan mablag'lar va qarzdor olingan mablag'larning holati, ularning aktiv operatsiyalarga joylashtirilishi aks ettiruvchi moliyaviy hisobotning asosiy shakli bo'lib hisoblanadi. Bu turli darajadagi menejerlarning boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos sifatida xizmat qiladi. Bank hisobida balans tushunchasi ikkita ahamiyat kasb etadi. Birinchisi, jamlangan summalar tengligi, ya'ni hisoblarning debit bo'yicha summalar jami, kredit bo'yicha summalar jamining tengligi, har bir turdagi sintetik hisoblar ma'lumotlarning ya'ni boshlang'ich qoldig'i, debit va kredit aylanmalari, oxirgi qoldig'i mazkur sintetik hisoblarga tegishli analitik hisoblar ma'lumotlaridagi tengligi, balans aktividagi moddalar summalari jami va passivdagi moddalar summalari jamining tengligini ifodalab beradi. Ikkinchi, moliyaviy hisobotning asosiy shakli bu bankning ma'lum sanadagi mulkiy va moliyaviy ahvolini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar tizimini ifodalaydi. Buxgalteriya hisobining metodini tashkil etuvchi boshqa usullar orasida ikki tomonlama ahamiyat faqat buxgalteriya balansiga demak xos hisoblanadi. Ikki tomonlikda nafaqat qarama-qarshilar birligi, qonuniy mohiyat, balki bankning moliyaviy ahvolini baholash uchun asosiy mujassamlashgan manbadir. Alohida balans moddalarining tarkibida aks ettirilgan hisob obyektlarining iqtisodiy mohiyatini tushunish osonlashtirish maqsadida balansga guruhlangan holda aks ettiriladi. Bunda axborotdan foydalanuvchilar, xususan potensial investorlar va kreditorlar balansiga alohida guruhlar va guruhchalarning mazmunini, ular o'rtasidagi munosabatni o'zaro bog'liqligini va aloqadorlikni o'rganadi. Demak, ushbu yuqoridagi ma'lumotlardan asoslangan holda bankka quyidagicha demak qarab beramiz. Bank balansi deganda bank aktivlarining tarkibi, ularning joylashishi, harakati va vujudga kelish manbalaridagi maqsadli tayinlashdagi o'zgarishlarni bir-biriga solishtirib, ma'lum bir sanaga qiymat ifodasida umumlashtirilgan holda aks ettirish usuli tushuniladi. Demak, balans ikkita o'zaro bog'liq bo'lgan tarkibiy qismlari bor. Yani aktiv ve pasif. Bu atamalar latince
so'zdan olingan bo'lib, aynan to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganimizda aktivist va aktiv yoki faol. Passiv esa passiv yoki faoliyatsiz degan ma'noni anglatadi. Balans aktivida mablag'larning tarkibi, joylanishi, ishlatilishiga qarab, passiv esa mablag'larni shakllantirish manbalari, ya'ni ularning kimning mablag' kimning ekanligi va qanday maqsadda mo'ljallanganiga qarab guruhlangan holda foydalanadi va bank amaliyotida o'z ifodasini demak aks ettiradi. Bunda demak balansning aktiv va passiv tomonlari hamma vaqt o'zaro teng bo'lish talab etiladi. Balans aktiv va passivning o'zaro tengligi uning aktivida ham, passivida ham bir xil mablag'lar aks ettirishdan demak kelib chiqadi. Lekin aktivda mablag'lar tarkibi joylashishi va ishlatilish shakli bo'yicha, passivda esa tashkil topishma manbalari va ularning maqsadi demak tayinlanishi bo'yicha aks ettiriladi. Aktiv va passivning o'zaro tengligi ikkala nazorat ahamiyatiga ega bo'lib, buxgalteriya yozuvining to'g'riligini tekshirish va hisobot tuzishda demak foydalanishga imkoniyat beradi. Aktiv sovg'alarga aktivlar, xarajatlar va balansdan tashqari sovg'alar bo'limlaridagi balansdan tashqari sovg'alar, passiv sovg'alarga esa majburiyatlar, xususiy kapital, daromadlar bo'limidagi sovg'alar taalluqli. Demak, balans tuzishning mablag'lari va ularni tashkil topish manbalari hamda iqtisodiy mazmuni asos bo'lib xizmat qiladi. Buxgalteriya balansi aktiv va passivlardagi moddalar, mablag'larning tarkibi, joylanishi va tashkil topish manbalari bo'yicha iqtisodiy taqsimlanishiga muvofiq ikkita bo'limga guruhlanadi. Bank balansining demak aktiv tarkibida quyidagi bo'limlar aks etadi. Birinchisi demak aktivlar, ikkinchi bo'lim xarajatlar, uchinchisi balansdan tashqari sovg'alar. Passiv tarkibida esa yuqoridagi bo'limlarga qarshisida demak quyidagi bo'limlar demak joylashgan bo'ladi. Birinchisi demak majburiyatlar, ikkinchisi xususiy kapital, uchinchisi daromadlar. Buxgalteriya balansining shakli O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi tomonidan tasdiqlanadi. Balansning demak ikki qismi summalari o'zaro bir-biriga teng bo'lishini quyidagicha demak ifodalaymiz. Ya'ni aktiv teng passiv. Passivni ikki qismga, bank majburiyatlari va kapital qismiga ajratish mumkin. Ushbu ma'lumotlar demak yakunlandi. E'tiborlaringizga katta rahmat.